Nima nahotki imperator? Eyyo, hammaga salom, sizlar bilan Meteor. Bu meni YouTube'ga birinchi videoyim va bugun Articraftda donut case ochamiz. Chunki alpomishim tugab qolay debdi. Qani bo'lmasa ketdik. Tak, donut case'lar, kutinglar. Mashi va mashlarni ochamiz. Iplet hali donut qilganim yo'q, chunki hozir donut qilish uchun biz spotga o'tamiz. Mana birinchi donut case ikkitasini tanlaymiz va o'znikimizni ko'rasiz, Abdulaziz. Apple o'y ko'rib olaychi. Qani. Tak. Abdulaziz kattada MC bo'ldi. Abdulaziz kattada MC bo'ldi. Yuboramiz va o'tkazib yuborish va tasdiqlaymiz. Bo'ldi. Endi bizga donut case tushdi va endi donut case ochamiz. Qani. Qaysi birini tanlaygan? Tak. Bosamiz. Wo. Ipli bug lag bilet. Qani qaysi birini mashina ochamiz qani. Wo, yaxshi Titan. Agar biz Titanni sotib olsak 27 mingga tushadi. Biz esa bitta case'ni 15 mingdan ochdik. Plus yaxshi. Voy, o'tto'g'risanman, lekin boru ana alpomish musor rangdan qutuldim. Endi bu rang bilan men bemalol day qila olaman va set homlarni ham ko'paytira olaman. Kit shopdan birinchi setni olamiz. Qani. Elita tush kerak mayli. Mana bilyat. Vohuye. Shuncha narsamiz bor. Mazzami. Shuni hammasini sotsak ham bir 15 millioncha pul bo'ladi. Meni o'zimda 260 million. Agar shu videoyim ko'p like yig'sa, ya'ni 50 ta like ko'p so'rayman. 50 ta yo'q, ana 25 ta like yig'sa, bitta obunachimizga full Nezerit set yig'ib beraman. Full chotga o'zim full Nezerit set yig'ib beraman. Qani bo'lmasa like va obunani bosib qo'ying. Bye.